Assalomu alaykum oltin darvozani kuzatuvchilari. Namangan shahar Orzu kottejga qilingan darvozamiz tayyor bo'ldi. Bu darvozamizning razmerini bitta aytib o'tamiz. Vilkam bo'lgan. Eniga 5.27, balandligi 385. Darvozamiz xudo xolasa o'ta go'zal, cho'tki chiqdi. Bu darvozani mana sifatlarini yaqindan ko'rsatamiz. Oltin darvozada yaqindan kelib ko'rsatishdan cho'chimaymiz. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, oltin darvozaga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa cho'tki qilib, yasab stanovka dastavkalar bilan qilib beramiz. Buni tepasida lazerli panjara bo'lgan, ulardan bir qator orqasini bo'lsa ham ko'rsatib o'tib qo'yamiz. Mana busa orqa hovliga kiradigan eshik. Buni endi hozir dega ko'p qo'yinlar. O'ppali, mashalloh. Sifatini bitta ko'ringlar. Katta kichik yana bor. Orqa tomondagilar, yonidagilarning kesakisi. Beqjo'lar sifatli darvoza kerak bo'lsa, oltin darvozaga aloqa chiqarasizlar. Katta darvozamizning orqa ko'rinishi mana shu narsani pulini to'lagan insonga qo'yib beriladi, lekin orqa kачество cho'tki chiqadi. Qo'llab-quvvatlab, videolarni kimga jo'natishni o'zingiz yaxshi bilasizlar. Sifatli darvoza olaman degan do'stlarga jo'natamiz. Salomat bo'linglar. Ishimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.